Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar? Rahmatulloh o'z kanalining aksariyat obunachilari. Do'stlar, bugun biz yana Anya Buranova gul do'konidamiz. Bu yer Teplitsasi hisoblanadi. Anya Buranova gul sezoni ham tugash arafasida, ulgurib qolishinglarni so'rab qolamiz. Yaqin o'rtada ko'rayotganlar. Xo'p, bu tomondan kelish Qo'rontepa postgaisi, Andijon viloyati Qo'rontepa tumani hisoblanadi. Postgaidan kirishda kirganingizda bu yog'i Sharixonsoy. Xo'p, ona o'ng qo'lda joylashgan Anya Buranova gullari. Xo'p, do'stlar, hozir ichkari bitta obzorni qilamiz. Undan oldin like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana bir boshdan boshlaymiz. Mana kirib kelganlaringizda mana shunaqa gullar sizlarni kutib oladi. Ayniqsa hozirgi kunlarda to'g'risi gul sezoni ham tugash arafasiga kelyapti. Kelib qoldi, yurib qolishlar xohlab qolamiz. Bundan keyin to'g'risi avgust oylariga yana gul sezonlari boshlanadi. Xo'p, bir boshdan videoni ko'rsatib boraveramizmi? Bu tomonga o'tmasak. Xo'p, bu yerda yana o'sha mashhur Xitoy bambularimiz mana suvda o'sadi. Suvda turibdi. Bu ham dekorativniy hisoblanadi. Uylaringizni, basseynlar bo'ladimi, uylaringizda o'tgan ariqchalar bo'ladimi, shularga moslab yoki bitta tuvak-tuvakka solib qo'ysalaringiz, mana dekorativniy bambu gullarimiz. Xo'p, bularning narx-navolarni aytadigan bo'lsak, narx-navosi borlarni aytib ketaman. Narx-navosi yo'qlarni faqat ko'rib qolasizlar, telefon nomerlarini qo'yib qolman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana, xo'p, mana shu gullarimizdan boshlasak mana. Xo'p, mana kamilla gullar juda ko'p miqdorda ekan. Xo'p, bundan tashqari mana bu gullarimiz bor ekan mana. Xo'p, bu xona palmasi. Mana bu gulimiz ham bor ekan. Ha, bundan tashqari mana bunaqa daraxt sifat gullarimiz ham bor ekan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Narada turib qolganlari ham bor ekan mana. Ha. Xo'p. Bu yerda daraxt sifat gullarimiz ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, narx-navolarni aytganini, hammasini aytgani, bu yerdagi ishchilarni ham, kerak bo'lsa rahbarlarni ham vaqti yo'q. Vaqti bo'lganda gul narxlari bilan aytishga harakat qilishyapti. Men sizlarga faqatgina ko'rish uchun bir qanaqa gullar borligi, bor yo'qligini ko'rish maqsadida sizlarga video syomka qilib qo'yapman. Pastda Anya Buranovaning gul telefon raqamlarini qo'yib qolaman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringiz narx-navolarni so'rashlaringiz mumkin. Hop, shunday telefonlaringizga screenshot qilasizlarda, Anya Buranovaning Telegramga tashlab turib, mana shu gulingiz qanchadan deb bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bu yog'i endi xona kichkina gullarimiz. Hop, 120 ming so'mdan ekan mana gullar. Mana 120 ming so'mdan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Uji tanlanib kamayapti uji gullarimiz. Nimaga desalar, uji bu yog'i yoz, bir 2 oy avgustgacha sezon to'xtaydi. Bu gullarimiz 105 ming so'mdan ekan mana. Bular ham mana shu holatda qolibdi. Assalomu. Xo'p. Bu qator tugadi. Endi opalarimiz chiqilyapti. Bu yerda bu gullar bor ekan mana. Zakotovkaga. Mana bunaqa katta gullar. Hop, mana bu gullarimiz. Yana bir narsa, yana bir gap, bu yerga kelsalaringiz pastavkalar bor, gul pastavkalari. Gul pastavkalarini xohlagan gul pastavkangizga qo'yib, gullarning ham tuvaklari bor. Uni burchakda mana tuvakni xili bor. Hamma razmerda, hamma shakldagi gul tuvaklari bor. Bemalol olib, gul pastavkalaringizga moslab, gullarni ham shularga moslab ketishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana gullar yana mana bunaqangi ajoyib dekorativ gullar bor, xona gullari uchun mana. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, to'g'ri tushunasizlar. Yana bir bor qaytaryapman. Narx-navolarni to'g'risi men shaxsan o'zim bilmayman. Xudo xolasa, oladigan odamlar o'zlari aloqaga chiqib, bemalol telefonlashib, dastlabki xizmatlarni ham ko'rishib oladi. Dastlabki xizmatlar 12 ta viloyatga. Mana bunaqa gullar bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu teplitsaning polniy ko'rinishi mana shu. Teplitsaning polniy ko'rinishi mana. Hop, bu yerdan onamiz 105 ming so'm ekan bular. Hop, mana bu gullar bor ekan. Hop, mana yana gul do'kon davom etyapti. Hop, bambular, Xitoy bambulari.
Hop, oddiyroq gul so'ragan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz uchun bu yerda oddiyroq gullar ham bor. Ayniqsa geran va boshqa turdagi oddiyroq gullarimiz ham bor. Bitta kommentariyada topamiz so'ragan ekan, oddiyroq gullar ham chiqaring, oddiy gullar sotadimi bu yerda deb. Bu yerda sotadi, oddiyroq gullar ham. Bu yerda asosan o'zi noyob gullar, Xitoy va Gollandiyadan keladigan gullar. Bilasizlar, bu yerdan gul olib kelish ham o'zi oson emas, mashaqqati bor o'ziga yarasha. Kommentariyada har xil bo'lar bo'lmas gaplarni yozavermanglar. Biz ham qo'ldan kelgancha video obzor qilishga harakat qilyapmiz. Sizlarni yangiliklar bilan bahramand qilishga harakat qilyapmiz. Mana shu gullarimiz bor ekan. Mana sizlarga aytgan hozirgi mana pastavka. Mana gul pastavkalar. Bular ham sotiladi. Hammasini narx-navosi bor. Menimcha 450 ming bittasi. Bittasi 450 ming ekan. Biroz ashuna atrofida narxlari. Endi pastavkani olasizlar. Bu naryadan kerakli o'zingizlarga mos chiroyli bir to'ylardan olib, gullarni ashunga o'tkazib, chiroyli holatda olib ketishingiz mumkin. Kerak bo'lsa yetkazib ham berishadi. Dastavkalari bor aytganimdek. Va bu yerga kelsalaringiz mana bu gullarimiz ham bor. Shunda telefonlaringizga skrinshot qilasizlarda, o'zlarining Telegram nomerlariga tashlab turib, mana bu gulingizdan bormi, qancha narxi deb so'rashlaringiz mumkin. Mana burani bor. Gul do'koni. Mana. Xo'p, geranlarimiz ham juda ko'p turi bor, bir 5-6 xil turi bor menimcha. O'tgan safar nariga teplitsasini ko'rsatgandim. Hammasidan bor, xudo xolasa mana. Xo'p, mana bunaqalari bor ekan mana. 80 ming so'mdan. Bularimiz narigilar 75 ming so'mdan. Mana bu gullar bor ekan. Hop, osma gullar bor mana. Ko'rganingizdek osma gullar mana. Bunday teplitsaning ko'rinishi. Teplitsaning ko'rinishi. Hurmatli obunachilar, videomiz tamom bo'lyapti. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatib boringlar. To'g'ri ko'p gulni bilmasam ham nomlarini to'g'risi harakat qilyapman o'rganishga. Sizlardan iltimos, negativ gaplar bizga oshcha gaplar kerak emas. Kerak bo'lsa o'zingizlar skrinshot qilib telefonda shunday tashlab berishinglar xohlab, Telegram gruppasiga, aynan bularning Telegram gruppasiga shunday tashlashinglarni xohlaymiz. Nimaga desalaringiz, bu yerdagi narx-navolar tez-tez o'zgarib turadi. Bu yerdagi gullarning turlari ham tez-tez o'zgarib turadi va hozirda уже gul sezon tugash arafasida, xudo xolasa avgust oyidan yana gul sezonlarimiz boshlanadi. Bu yerda gullar kamligi hisobi ham shu sababdan. Chunki gul sezon tugayapti. Hozir asosan Namanganda bo'lyapti shekilli gul sezon menimcha. Obunachilarimiz qatorida namanganliklar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib olinglar. Namanganda hozir gul sezon boshlangan. Yana menimcha 1 oy davom etsa kerak yana, adashmasam Namanganda. Shundaymi? Bizni kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillarimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.